2, 3, 4, 5. Mana shu $500 hozirda o'zida yutib olasiz. Hozirda o'zida. Ikkita shart bor, shuni bajaring, hozir yutib olasiz. Demak, birinchi shart. Ingliz tilida oddiy 5 ta so'z bor. Shuni qo'yaman. Hozir 5 tasini har bitta to'g'ri o'qigan so'zingiz uchun $100 dan yutib olasiz. Ikkinchi shartni video oxirida aytaman. Juda oson shart. Xo'p, birinchisi ketdi. O'qing bu so'zni. Answer yo'q, noto'g'ri o'qidingiz. Answer o'qiladi, W o'qilmaydi. Keyingi so'z. Georges yo'q, gorgeous o'qiladi. Keyingi so'z. Examiner yo'q, yana noto'g'ri o'qidingiz. Examiner o'qiladi. Navbatdagi so'z. Often yo'q, T o'qilmaydi, often o'qiladi. Va oxirgisi an hour yo'q, yana noto'g'ri o'qidingiz, an hour bo'ladi. Xo'p, ikkinchi shartni aytaman. Ham mazga pul desa oxirigacha ko'rasan videoni. Albatta hazillaydi. Har holda tekinga 5 ta so'zni to'g'ri o'qishni o'rganib oldingiz. To'g'risini ayting, kommentga yozing. Nechta so'z to'g'ri o'qidingiz?